Opa, siz adashdingiz. Sizning to'y mashinangiz ana bu yerda. Shunday yenging. Sen opasan. Mavqeing balandroq. Albatta qimmatroq mashinaga o'tirishing kerak. Lekin menga o'shanisi ko'proq yoqyapti. Senga yoqdimi yo'qmi buning ahamiyati yo'q. Mening senga nima buyurganim muhimroq. Tezroq xonamingizni mashinaga o'tkazmaysizlarmi? Mashinaga o'tirishim mumkin. Lekin bitta shartim bor. Chindan onamdan qolgan Ron oilasining yodgorliklarini xohlayapsizmi? U Ankiyaning sepi. Luis, sen o'gay ona bo'lib turib, onamning yodgorliklarini o'g'irlab, yana uni ruxsatsiz Ankoyinga berishga qanday jur'at etasan? Sen opa-singillar o'rtasida nahotki shunday maydakashlik qilsang? Madomiki shunday ekan, unday bo'lsa men o'zimga tegishli bo'lgan mashinaga o'tirganim ma'qul. Ishonamanki, singlim bunday narsalarga maydakashlik qilmaydi. Xo'y, shoshma. Ber menga ber. Bu yaramas qiz nega birdan o'zgarib qoldi? Ikkinchidan, Ron korporatsiyasi aksiyarining 20% xohlayman. Ruashiniya, aqldan ozdingmi? Shuncha yil kompaniyani men boshqarib keldim. Sen aksiya talab qilishga qanday haqqing bor? Bermaysanmi? Unda men to'ydan keyin erimning amakim oldiga kelishini kutaman. Aytgancha, meni kimga o'zatayotganingizlar o'zi? Tansiyan. Agar Tansiyan bu qizning yonini olsa, uning rahm shafqat bilmas biznes usullari bilan korporatsiyaning undan ham ko'proq qismini tortib olishidan qo'rqaman. Xizmatkormak, ketdik. Xo'p bo'ladi, xonim. Voy, shoshma. Xizmatkor, hujjatlarni olib kel. Shunchaki aksiyalar-ku, shunga ham yuragingiz achishib chidolmayapsizmi? Lekin o'shanda onam ikkimiz olov ichida qolganimizda bunga hech qachon teng kela olmaysiz. Sen aniq bir shifokor yo'llab meni gipnoz qilganding, xotiralarni o'zgartirmoqchi bo'lding. Afsuski, uddalay olmading-da. Turmushga chiqishi bilanoq asl basharasi ochildi-ku. Odatdagi yuvoshligi shunchaki soxta niqob ekan-da. Xo'jayin, muammo bor. Kelin turmushga chiqishdan bosh tortib, Yunli janoblarning mashinasiga o'tirdi. To'y mashinasida esa oilaning katta qizi o'tiribdi. To'yni davom ettiraveramizmi? Ancha uni shunchaki tortib olsa bo'ladi degandek. Kim bo'lishining farqi yo'q. U baribir shunchaki qo'g'irchoq. Ekan, opam go'zallik qilib senga turmushga chiqishdan qo'rqitdi. Agar mashinaga o'tirgan sen bo'lmaganingda, darhol haydab ketardim. Lo'yaka, menga bunchalar yaxshisiz, lekin nega amakingiz birdan menga uylanmoqchi bo'lib qoldi? Bobom amakimning farzandi bo'lishini xohlayapti. Men bunga yo'l qo'ymayman. Demak, amakimning farzandi yo'q ekan, unda men tan onasining yagona merosxo'ri bo'laman.